Shu o'rinda mana kechagi jumada ko'tarilgan, kechagi juma, bugungi juma emas, o'tgan jumada ko'tarilgan masala, ya'ni jihad mavzusi haqida ham qisqacha men izohlab o'tmoqchiman. Jihad mavzusini biz gapirishga ham cho'chib qolganmiz, eshitishga ham cho'chib qolganmiz. Birov gapirsa tinchlikmikin deydigan bo'lib qolganmiz. Lekin biz gapirmaganimiz sari boshqalar bu tushunchani bulg'ab tashadi. Uni noto'g'ri iste'mol qilib, noto'g'ri qo'llab, uni demak yomonotlik qilishga olib keldi. Shuning uchun bu kalimani ishlatsa, hamma bir cho'chiydigan yoki noto'g'ri gumonga keladigan bo'lib qoldi. Lekin vaqt o'tib, alhamdulillah joyiga keldi. Oltin silsila majmuasi tarjima tahlili paytida ustozimiz Shayx Hazratlar rahmatullohi alayhi bilan aynan shu mavzuda juda ko'p ilmiy bahslar bo'lib o'tgan. O'sha boshchiligida boshqa ahli ilm domlalarimiz ishtirokida. Asosan tahrir ishlari ustida gap borganda hamma hadis kitoblarida Kitabul Jihad, jihad kitobi degan kitob bor. Sahih Buxoriyni ochsangiz ham bor, Sahih Muslimni ochsangiz ham bor. Lekin u Kitabul Jihadni biz Imom Buxoriyni mana Kitabul Jihad, jihad kitobi yozgani uchun biz jangar deyishimiz kerakmi endi? Yoki musulmon ummatini mana biz ulamolarimizning fiqhiy kitoblarida hammasida bu mavzu ko'tariladi. Biz bu mavzularni yopib ketsak noto'g'ri. Yopsak boshqalar xohlagancha talqin qilib buzadi. Biz buni to'g'risini bayon qilishimiz kerak edi. Aynan oltin silsilani o'qisanglar, oxirida jihad mavzusi izohi berilgan. Hijrat ham berilgan. Afsuski ko'pimiz o'qimaganimizdan pointar-sointar gaplarga aldanib qolamiz. O'qing, nihoyatda sizga yetarlicha, ya'ni boshlang'ich ma'lumot bor. Ana o'shandan men endi uni o'qigan odamlar ko'p emas. Hamma ham o'qiy olmayotgandir. Yoki o'qib tushunmayotganlar bordir. Shu uchun men o'sha gaplardan qisqacha bir xulosa sifatida sizlarga shu mavzuni yoritib qo'ymoqchiman. Chunki mana bu hadis aynan hozirda o'sha musulmon o'lkalarda notinchlik keltirib chiqarayotganlar o'zlari jihad deb nomlagan ishga dalil qilib oladigan hadis. Shuning uchun shu aloqasi bo'lgani uchun men bunga qisqacha to'xtalmoqchiman. Jihad so'zi muhtaram azizlar, bor quvvatni sarflash degani. Ya'ni eng og'ir mehnatni qilish, qiynalib eng og'ir oxirgi quvvatgacha sarflash degan ma'noni anglatadi. Jihodni ma'nolarini ulamolarimiz, jumladan Ibnul Qayyim rahmatullohi alayhi ham 4 ga bo'lganlar. Nafsga qarshi jihod, shaytonga qarshi jihod, keyin kofirlarga, keyin munofiqlarga qarshi jihod. Kofirlarga deganda ham haligindek, hamma kofir tushunilavermaydi. U o'zining shartlari bor uni. Munofiqlarga ham shu. Munofiqlarga qarshi jihod ham ularni qirib tashlash degani emas. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam munofiqlarga qarshi ularga qarshi jang qilmaganlar, ularning tilidagi musulmonchiligini qabul qilganlar. Lekin fitna qilgan paytda endi ularga qarshi kurashiladi. Boshqasi ham shunga o'xshash. Lekin bu degani tinch, yaxshi, to'g'ri, siz bilan yaxshi munosabatda bo'lgan g'ayri dinlar bilan kurashish degani emas. Mana shu birinchisi nafsga qarshi jihad. Rasululloh akram alayhisalom hatto bir g'azotdan qaytganlarida biz kichik jihoddan katta jihodga qaytdik deganlar. Nega? Jang ma'lum kun bo'ladi, o'tadi, ketadi. Lekin nafs jihodi u bir umr. Bir umr u bilan siz kurashishingiz kerak. Shuning uchun u katta jihod. Jangda dushman ko'zga ko'rinib turadi. Unga siz bor quvvatingiz bilan kurashasiz. Nafs ichingizda u sizga do'st bo'lib yondashadi. Sizning xohishlaringiz u bilan kurashish qiyin. Shayton bilan kurash ham shunga o'xshash. U bilan doim kurashish kerak. U bilan u sizga ko'rinmaydi. Sizga yomon narsani chiroyli ko'rsatadi. Dushmanni tanish oson, shaytonning hiylasini bilish qiyin. Mana bularga qarshi kurashni ham jihod deyiladi. Makka mukarramada nozil bo'lgan oyatlardan biri "Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Bizning yo'limizda jihod qilganlarni biz o'z yo'limizga hidoyat qilamiz. Nima degani?
ya'ni bizni yo'limizda shayton nafs bilan mujohada qilib kurashgan kishilarni biz o'zimiz yo'limizga, ya'ni Allohga valoyat sari ularni hidoyat qilamiz. Endi bu nafs shayton bilan jihad tushunarli. Xo'p, undan keyingi jihodchi, ya'ni g'ayri dinlarga qarshi kurash jihodchi. Birinchidan musulmonlar bilan jihad qilinmaydi. Hozir dunyoning ko'p joyida bo'layotgan o'shanaqa urushlarda aksarida musulmon bilan urushyapti. Qirg'izistondan ikkita bola borgan. Ketayotib, ikkalasi ikkita toifaga tushib qoldi. Ikkita toifaga tushib qolib, oradan vaqt o'tib keyin bir-birini topishdi. Biri aytarmishki ikkinchisiga, men seni qarab tur, Xudo xohlasa yaqinda ustilaringga bostirib boray, seni o'zim tutib o'ldiraman. Dermish. Ya'ni musulmon bilan urushib mana shunaqa to's to'polonni hech qachon bu jihad deyilmaydi. Endi oldinda futuhatlar bo'lgan-ku, sahobalar jihad deb harakatlar qilishgan, fathlar bo'lgan. Ular qanday tushuniladi desa, buni biz quyidagicha anglab olishimiz kerak. Islomda jihad ikki xil bo'ladi. Mana kechagi juma tezisida aynan mana shu mavzu chiroyli yoritilgan. Men yana ham sizlarga o'zbekcha qilib tushuntiraman. Jihad ikki xil bo'ladi. Himoya jihodi, talab jihodi. Himoya jihodi shuki, yurtingizga dushman bostirib kelsa, yurtingizni, molingizni, joningizni, ahlingizni himoya qilish uchun jihad qilasiz. Kerakmi, kerak emasmi? Kerak. Mana shunda Alloh uchun jonim fido bo'lsin deb niyat qilasiz. Nega? O'z ahlingizni himoya qilmoqchisiz shundoq ham. Lekin shuni Alloh uchun deyish bilan siz shahidlik, haqiqiy shahida a'lo bo'lasiz. Alloh yurtni himoya qil, musulmonni himoya qil degani uchun kurashyapman degan gapni, e'tiqodni qo'shish bilan siz shu jangda demak haligindek buyuk maqomni olasiz. Sizdan boshqasi ham qilishi mumkin. Masalan, g'ayri din ham, nasroniy ham, majusiy ham yurtiga dushman bostirib kelsa, qarshi kurashib chiqib jangini qiladi. Lekin musulmonning undan farqi nima? Shu ishni Alloh uchun deb niyat qilib, Allohning huzurida shahidlik maqomiga erishadi. Mana shu joyda farq bor. Lekin bunga islom targ'ib qilganda, mana moliya ehson qilishga targ'ib qilganda buyuk savoblar aytilgandek, bu endi undan ham og'ir, molni sarflashdan ham og'ir bir holat bo'lgani uchun bunga juda katta savoblar va'da qilingan. Lekin mana agar yurtga Alloh asrasin, yurtimiz hamisha tinch bo'lsin, urushdan o'zi asrasin. Lekin ko'ryapsiz dunyoning notinchligini. Bo'lmaydi. Biror bir korixor bo'lib qolsa, uyga pisib o'tirib, bekinib, qochib, rahbarlarga o'zingizlar bilasizlar bu yog'iga deb ketish yo'q deyilyapti hadisda. Mana shuni o'rgatilgan. Ya'ni jihad deb targ'ib qilinishining sababi o'sha vaqtda musulmon jamiyatga doim tahdidlar bo'lib turgan. Baraka topkurlar, chiqinglar, kurashinglar dushmanga qarshi, jannatga kirasizlar deb uqtirilgan. Ba'zi bir mamlakatlarda bundan 70 yil oldin, 50 yilcha oldin shu jihad masalasini gapirma degan gap ustuvor bo'lgan. Nega desa, haligindek suiiste'mol qilganlarning kasofati. Lekin oradan yillar o'tib davlatlar o'rtasida janjal chiqib, keyin dushman bostirib kelib qoldi. O'shanda haligi bu mavzuni ko'tarmanglar deyotganlarni o'zi ulamolarni chaqirib, endi odamlarni o'g'atinglar. Odamlar hammasi qo'rqoq bo'lib qoldi. Yurtni himoya qilish kerak, elni himoya qilish kerak deyishga o'tgan. Shuning uchun biz bu mavzuni to'g'ri tushunib olsak, hech qanaqa muammo yo'q. Rasul akram alayhissalom aytdilar: "Ahlingni himoyasida agar o'ldirilsang, shahidsan. Molingni himoyasida agar o'ldirilsang, shahidsan." Molingizni himoyasida shundoq ham harakat qilasiz, lekin sizga shahidlik va'da qilinishining sababi shuki, siz shunda niyatni to'g'rilab savobga ega bo'lib oling. Mana gap bu joyda. Bu endi tushunarli. Endi ikkinchi talab jihodi degan jihod bo'lgan. Jihod bor.
U nima desa, bu endi yurtda turib dushmanga qarshi himoya qilish, bu himoya jihodi bo'ldi. Endi boshqa yurtga jihod deb borish, bu talab jihodi bo'ladi. Talab jihodi degani bo'ldi, musulmon bo'lmagan hamma o'lkaga bostirib boraveradi deganimi? Yo'q. Uning shartlari bor. Birinchi sharti, o'zi musulmon mamlakatlar, musulmon davlat, shu masalan Rasululloh akram alayhisolatu vassalom davrlarida ham, undan keyingi xalifalar Hazrat Umar, Xulafay Roshidin davrlarida ham vaziyat shundoq bo'lganki, ular masalan ba'zi bir dushmanlik urush ochgan yurtlar bilan kurashib, ularni yenggandan keyin u yerdagi boshliqlar, bir qancha harbiy kuch qochib keyingi yurtga qochib o'tgan. Va qochib o'tib u yerda kuch to'plagan. O'zini eski ittifoqdoshlari bor, yana boshqa nimalari bor, sheriklari bor, kuch to'plab urushga shaylangan. Shuning uchun vaziyat ham shuni taqozo qilganki, ular bilan jang qilishga majbur bo'lingan. Talab jihodida esa aytiladi, musulmon bo'linglar deyiladi g'ayridin o'lkaga. Yo biz musulmon bo'lmaymiz, biz o'zimiz dinimizda qolamiz deyishdi. Agar musulmon bo'lsa, tamom vassalom. Masalan aytaylik, ba'zi bir qabilalar o'zlari musulmon bo'ldi. Rasululloh akram alayhisolatu vassalomga kelib biz musulmon bo'lamiz deydi. Yoki Rasulullohning elchilari borsa, biz musulmon bo'ldik, bo'ldi, islomni qabul qilamiz deydi. Bo'ldi, muammo yo'q. O'zini yurtida o'zi rahbar, hamma yo'g'i o'ziga ketdi, qolaveradi. Lekin yo'q biz musulmon bo'lmaymiz desa, unda sulh tuzaylik deyiladi. Ko'ryapsizmi? Musulmon bo'lmaysanmi? Ketdik, mana bo'lmasam urushamiz deyilmaydi. Sulh tuzamiz unda. Sulh qanaqa bo'ladi? Sulh shuki, sizlar biz bilan dushman emas, do'stona munosabati ekanliklarini isbotlaysizlar. Bizga jizya berasizlar. Jizya u juda oz miqdor bo'lgan. Keyin vaziyatga qarab bo'lgan, gohida kechilgan, gohida boshqa sulhlar, u vaziyat, u amirlarning ishi. Uni biz hal qila olmaymiz. O'sha vaqtdagi amir hal qilgan. Vaziyatga qarab. Ya'ni ular bilan sulh tuzadi. Sulhdan maqsad nima bo'lgan desa, sulhdan maqsad shuki, endi sulh tuzgandan keyin endi musulmon odamlarning vakillari ularning yurtida omonda bo'ladi. Omonda bo'lishdan maqsad nima desa, endi u yerdagi odamlarga islom haqiqatini yetkazishga imkoniyat bo'ladi. Endi dinga majburlashadimi? Yo'q. Dinga majburlanmaydi. Lekin yetkazishga imkoniyat ruxsat olinadi. Unday bo'lmasa, urush holati bo'lsa, kirib biz islomni, islom haqiqatini yetkazaylik desa, ular o'ldirib olishadi. Sulh tuzgandan keyin esa bo'ldi. Orada sulh bor, endi musulmonlar kirib bemalol xohlovchilarga islomni o'rgatadi. Xohlovchilarga dinni ta'lim beradi, xohlasa musulmon bo'ladi, xohlamasa yo'q. Hech kim majburlamaydi. Yo'q, unga ham ko'nmadi. Ko'nmasa, endi bu xalqqa, o'sha aholiga nisbatan zulm hisoblanadi. Chunki ularni jaholatdan qutqarishga so'z, fikr, din erkinligi berilishi kerak edi. To'g'rimi? Ana endi bo'lmasam siz bilan urush qilamiz deyishgan. Urush qilgandan keyin hammasini qilib, yakson qilib yurishmagan. O'sha qarshilik qilayotgan kuch chekaga olingan bo'ldi. Agar o'zlari bo'ldi, biz bilmabmiz, kelinglar, yaxshisi biz ham yo musulmon bo'lamiz, yo sulh tuzamiz desa bo'ldi. Joyida gap urush to'xtaganda bo'ldi. Hamma yo tinchlik, osudalik. Biroq ularni dinga majburlamagan. Hatto musulmonlar jangdan keyin fath qilgandan keyin ham fath bo'ldimi, tamom vassalom din erkinligi bo'lgan. Majburlab, mana bu hozirgi ba'zi bir odamlar tushungandaqa musulmon bo'lmasang kallingni olaman demagan hech kim. Bunga dalil hayot. Sahobalarning hayoti, tarix guvoh. Bizning o'lkalarga musulmonlar kirib kelgandan keyin
o'zi bir necha marta sulh bo'lib keyin kirib kelingandan keyin musulmonlar kirib keldi. Shu bilan kirib kelgandan keyin ertasiga hamma musulmon bo'lganmi? Yo'q. O'rta Osiyo bizni Mavaraun Nahr aholisi to'liq musulmon bo'lishiga 400 yil vaqt ketgan taqriban. Masalan, Imom Buxoriylar paytlarida boshqa din vakillari talaygina bo'lgan. Undan keyin hozirgacha ham yurtimizda boshqa din vakillari hozirgacha ham yashab kelgan. Ya'ni hamma 100% musulmon bo'lmagan. Ahli kitoblar o'zining diniga amal qilib kelavergan ibodatxonasida. Misrni Amr ibn As roziyallohu anhu fath qilgan. Hukumatni qo'lga oldi, bunda aytganda. Lekin aholining yarmidan ko'pi musulmon bo'lishi uchun 300 yildan ko'p vaqt kerak bo'lgan. 300 yilda 50% aholi musulmon bo'lgan. Birovni birov dinga majburlamagan ekanmi? Yo'q, majburlamagan. O'sha Misrda musulmonlar hukmron bo'lgandan keyin ham bo'ldi. Boshqa joyda ham, Shomda ham. Mana masalan Mirzo Bobur Hindistonni egallagandan keyin ham hammani musulmon bo'lasan demagan. Boshqa hamma joyda u da'vatga to'siq bo'layotgan haligi qarshilikni barham qilingandan keyin bo'ldi. Iyog'iga erkinlik. Xohlasa musulmon bo'ladi, xohlamasa yo'q. O'zim diniga e'tiqod qilib yashayvergan. Bunga dalil hozirgacha 1300 yil, 1400 yildan beri musulmonlar hukmron bo'lgan bir qancha davlatlarda hozir ham kerak bo'lsa aholining aksar qismi nomusulmon. Mana shunaqa davlatlar bor. Ana demak, muhtaram azizlar, bundan nima tushuniladi? Jihod da'vatchilarning himoyasiga xizmat qilgan xolos. O'sha yer, o'sha xalq, o'sha aholining diniy erkinligiga xizmat qilgan. Lekin ahdlashgandan keyin, o'zaro tinchlik bitimi tuzilgandan keyin hech qachon urush qiladi degan joy yo'q. Shuning uchun bugungi kunda ulamolar 2015-yil chiqqan islom akademiyalaridan birining fatvosida keladi. Bugungi kunda butun dunyo mamlakatlari bir-birlari bilan tinchlik, do'stlik aloqalarini tuzishgan. Bir-birlarining davlatlarida elchixonalar ochishgan. Bir-birlariga viza berib, bir-birlari bilan savdo-sotiq aloqalarini qilyapti. To'g'rimi? Bu degani tinchlik bitimi tuzildi degani. Endi urush qilinmaydi endi. Endi bostirib borish degan gapga o'rin yo'q, chunki urush yo'q. Ya'ni urushga sabab yo'q. Illo masalan urush, ular urush boshlab qolsa, keyin shunda endi iloji yo'q, urushga kirishiladi. Qarab o'tirilmaydi tomosha qilib. Undan tashqari bugungi kunda muhtaram azizlar, fikr, din erkinligi deyarli dunyoning hamma mamlakatida bor. Shuning uchun dunyoning hamma joyida musulmon bor. Kerak bo'lsa, ba'zi bir o'sha g'ayridinlar mamlakati deyilgan joylarida ancha-muncha musulmon mamlakatlardan ko'ra musulmonlarning faoliyati faol. Masjidi ochiq, ibodati ochiq, madrasasi ochiq. To'g'rimi? Bizga o'xshab 1400 yillik musulmon mamlakatni qo'ya turing, boshqa dunyoning mamlakatlarida ham insonlar din erkinligi, da'vat erkinligidan foydalanyapti. Fikr erkinligi, so'z erkinligi. Undan tashqari bugun mana bu vositalar bilan dunyoning hamma joyiga siz o'zingizni fikringizni, islom haqiqatini yetkazsangiz bo'lyapti. Endi mana vaziyatni mana shundoq anglaysiz, nima bo'ladi? Endi hozirgi kunda xo'p, jihad qanaqa bo'ladi? Hozirgi kundagi jihad birinchi bo'lib o'zingizni komil musulmon qilish. Mana Malayziya, Indoneziya xalqlari qanday musulmon bo'lgan? Ular biror bir masalan ularga bostirib bormagan yo boshqa bo'lmagan, hatto da'vatchilar ham emas, savdogarlarning halolligi tufayli musulmon bo'lgan. Boshqa o'lkalarda ham musulmonlar
boshqa o'lkalarni fath qilgandan keyin ham shuning uchun fath deyiladi. Fath ochish degani, ya'ni musulmonlarga fikr erkinligiga yo'l ochish. Undan keyin fath bo'lgandan keyin musulmonlar axloqi bilan boshqalarning musulmon bo'lishiga sabab bo'lgan. Halolligi, pokligi bilan. Endi aytish mumkin kimdir, mana falon joyda masalan Hajjojni qo'mondoni falon ishni noto'g'ri qilgan. Falon joyda mana bu joyda mana bunday aytaylik qirg'in balot qilgan degan gapni kimdir aytish mumkin. Bo'lgan bo'lsa bo'lgandir. Bitta yana bitta hodisada shunga o'xshash ish aralashgan bo'lsa bo'lgandir. Jangda bo'lishi mumkin. Masalan, u vaqtlarda hozirgini singari shu vaqtda nazorat qilish imkoniyati bo'lmagan. Qaysidir qo'mondon qoidani buzgan bo'lishi mumkin. Lekin uning qilgan qilmishi islomga nisbat berilmaydi. Hatto mana sizlarga bitta yorqin misol. Samarqand fathi haqida tarixda juda mashhur bir hikoya bor. Ustozimiz Shayx hazratlari ham buni bir qisqacha yozganlar kitoblarida. Qutayba ibn Muslim rahmatullohi alayhi Samarqandga kelganda Samarqand kattalari bilan sulhga kelishishadi. Sulh shundoq bo'ladiki, biz shaharga kiramiz. Ular aytadiki, bizga shaharga biz sizlarga narsa pul beramiz, jizya to'laymiz, mashinadan to'xtaysizlar deydi shaharliklar. Shunda Qutayba ibn Muslim aytadiki, bizning maqsadimiz ichida endi. Ichida bizning maqsadimiz u pul olish emas-ku deydi, bularga dinni yetkazish. Keyin ular u kishi aytadiki, bitta iltimos bor, bitta talab bor. Nima talab? Shu kirib biz bitta masjid qurib, shu yerda bir 4 rakat namoz o'qib chiqamiz. Chunki men qasam ichib qo'yganman, shu yerda namoz o'qiyman deydi. Desa, ular Samarqandning kattalari ruxsat berishadi, mayli. Ular kirishadi-da, kirib masjid 4000 askari bilan kiradi-da, masjidni qurib, keyin shaharni qo'lga olishadi. Ya'ni odamlarni qurolini tortib olishadi. Keyin shaharga qurol bilan kirishni man qilib qo'yishadi. Bir muddat shundoq bo'lib turib, keyin ular sekin odamlarga dinni tushuntirib borib, aholi musulmon bo'lishni boshlaydi. Oradan yillar o'tadi. U kishi yo'lda davom etib, Toshkent, Farg'ona qilib, u Xitoygacha boradi. Orada yillar o'tadi. Qutayba ibn Muslim o'ldiriladi. Umar ibn Abdul Aziz, Sulaymon ibn Abdul Malik paytida Qutayba ibn Muslim o'ldiriladi. Sulaymondan keyin Umar ibn Abdul Aziz xalifa bo'ladi. Umar ibn Abdul Aziz xalifa bo'lgan paytda Samarqandliklar aytishadiki, hozirgi podsho adolat o'rnatyapti ekan hamma joyda. Ba'zi bir qo'mondonlarni qilgan zulmi, noto'g'ri ishlarini to'g'rilayapti ekan. Bizga musulmonlar qoidani buzib kirishgan ekan. Ular sulh tuzgandan keyin ketish kerak edi ekan. Bizga u askari bilan kirib bo'lgan. Askarni ichkariga olib kirmaslik kerak ekan. Ya'ni askar kirmaslik kerak edi. Oddiy aholi kirsa bo'laverardi. Lekin qurol bilan kirmaslik kerak edi. Ular qurol bilan kirib o'tirib oldi. Endi shu xatosini to'g'rilash uchun biz xalifaga shikoyat qilamiz, deydi Samarqandliklar. Keyin bir guruh kattalar, oqsoqollar mana shuni hujjat dalilini tayyorlab Umar ibn Abdul Azizning oldiga borishadi. Umar ibn Abdul Aziz aytadilarki, ishni bu sizlarning yurtinglarda bo'lgan ishlarni Marvdagi qozi ko'radi. Men bu yerdan turib uni hal qila olmayman. Chunki uni o'rganish kerak, isbotlash kerak, Ko'ryapsizmi Umar ibn Abdul Azizni adolatlarini? Bekor aytibsan, nima o'zing dod deysan, chidaysan endi, tur yo'qol demagan. Shunaqa ish bo'lganmi? Yaxshi. Qoziga uchraysizlar. Marv qozisiga boringlar. Marv qozisiga xat yozib bergan. Mana shu meni xatimni olib borasizlar, Marv qozisi sizlarga kerakli shariy hukmni chiqaradi. Kelib ular Marvning qozisiga uchrashsa, ular u kishi keyin o'sha vaqtdagi Samarqandning kattalarini olib keltiradi. Musulmonlarini olib keltirib, keyin ulardan keyin so'raydi. Nima gap bo'lgan? Shunaqa bo'lganmi? Shunaqa bo'lgan. Kirib shundoq shaharga sulhdan keyin kirib joylashib olib, qurollarni tortib olganmiz. Keyin mana hozir urush bo'lmadi, shu bilan saqlab qolib yashayapti. Lekin o'shandan keyin ham
odamlarni qo'lidan Qur'onni olgandan keyin majburlab musulmon bo'lasan demagan birovga. Aytiladiki, o'shanda qurilgan birinchi masjid hozirgi Xizr masjidi ekan. Ana oldingi prezidentimiz dafn qilingan qabristonning yonidagi masjid bor-ku. Mana shu masjid balandligi Xizr masjidi. Shu Xizr masjidi bo'lgan shu masjid deyiladi. O'shanda qurilgan masjid. Keyin xullas kalom haligi musulmon qo'mondonlar o'sha aybni tan olishadi. Shunda qozi hukm chiqaradi. Hamma musulmon askarlari shaharni tashlab chiqib ketsin. Va boshqatdan shahar bilan muzokara olib borsin deb hukm qiladi. Bu hukmni olib kelib Samarqandning kattalari shaharga olib kelgan paytda shaharda bir qancha odamlar musulmon bo'lgan edi. Qutaybat ibn Muslim roziyallohu rahmatullohi alayhi bitta tuhmatni qilishadi. Musulmon bo'lganlarga tanga berib yurib musulmon qilgan deb. Bu noto'g'ri gap. Tanga bergani bor, lekin musulmon bo'lsang tanga beraman deb uni majburlab olib kirmagan. Shundoq bo'lganki, agar musulmon bo'lsa, mana hozir bir kishi bir do'stingiz musulmon bo'lsa, sizni boshqa din vakili, xursand bo'lgandan 1 so'm 2 so'm bersangiz hadiya bo'ladi-yu, shunaqa bo'lgan xolos. Lekin uni bir siyosiylashtirilmagan. Endi shu yerda bitta gap esdan chiqibdi. Qozi so'ragan qo'mondondan: "Sen nega kirib olgansizlar? Nega qoidani buzgansizlar? Shariat qoidasini nega buzgansizlar?" deganda aytganki, taqsir Samarqand katta shahar. Ularning harbiy quvvati ham katta. Bizning ham harbiy quvvatimiz katta. Agar jang bo'lsa, bu ko'rkam shahar barbod bo'lar edi, vayron bo'lar edi. Shuning uchun biz hiyla qilganmiz. Kirib olganimizda keyin qurollarni olib qo'yganmiz. Nega qurollarni olib qo'ygansizlar? Chunki degan o'sha vaqtda ba'zi bir mutaassib haligi majusiylar bo'lgan ekan, yoki boshqa din vakillari bo'lgan ekan. Ular birorta do'sti islomni eshitib musulmon bo'lsa o'ldirib qo'yadigan bo'lib qoldi. Ko'chalarda yangi musulmon bo'lganlarni boshqalar o'ldirib qo'yadigan bo'lib qoldi. Endi biz ularni himoya qilishga majbur edik, shunga qurollarni man qilib qo'ydik degan. Ming o'zini oqlashga harakat qilsa ham qozi baribir yo'q, baribir noto'g'ri bo'lgan, chiqinglar deb hukm qilgan. Keyin bu hukmdan keyin samarqandlik musulmonlar, askarlar egar jabdug'ini olib shaharni tashlab chiqib ketamiz desa, samarqandliklar o'zlari keyin qarshi bo'lishgan. Ular aytishganki, biz sizlar bilan yashab bildik, sizlarda biror yomonlik ko'rmadik. Sizlar bilan do'st bo'lib qoldik, savdolarimiz hamma yo'q yaxshi ketyapti. Qo'yinglar, chiqmanglar. Chiqsanglar yana qaytib hozir bizga urushamiz desanglar ham urushga toqatimiz ham yo'q. Yaxshi qolaveringlar. O'z do'st bo'lib qoldik deyiladi. Endi ba'zi bir badiiy asarlarda samarqandliklar yig'lashdi deyiladi. Mayli, yig'lashganmi, yig'lashmaganmi, har qalay samarqandliklar o'zlari xayrixoh bo'lib musulmonlarning shaharda qolishini istashgan. Va shu bilan ular yashab qolishgan. Lekin shundan keyin ham musulmon bo'lavergan, musulmon bo'lmagan yashavergan. Muhtaram azizlarim, mana bu bizning tariximiz mana shunaqa bo'lgan. Buni boshqacha chizayotganlar, boshqacha talqin qilayotganlar, boshqacha uqtirayotganlar, ular xato. Ular g'uluvga ketgan bo'ladimi? Bizni musulmon tariximizni qoralamoqchi bo'lgan bo'ladimi? Farqi yo'q, niyatdan qat'iy nazar voqelikka zid. Mana bu haqiqatlarni biz muhtaram azizlar yaxshi anglab olishimiz kerak. Xulosa qilib aytganimizda bu, ya'ni jihad mavzusi ham aslida xalq uchun kerak, u yurtini, dinini, oilasini himoya qilish uchun bu tushuncha unga kerak. Ya'ni vaqti kelsa bor kuch-quvvatini sarflash degani. Alloh yo'lida butun vujudini sarflash degani.